Jigar tekshiruv juda oddiy. Ko'pchilik bu tekshiruvni orqaga surib yuradi, chunki qimmat va qiyin deb o'ylaydi. Lekin aslida jigar tekshiruv juda oddiy. Eng asosiy tekshiruvlari ultratovush tekshiruvi. Agar ultratovushda o'zgarishlar, jigarda muammolar paydo bo'lganligi bilinsa, unda biokimyo qon tahlili topshiriladi va tekshiriladi. Shu tekshiruvlar natijasiga asoslanib, jigarda o'zgarishlarning 70-80% aniqlash mumkin. Muammo shundaki, ko'pchilik jigarda og'riq paydo bo'lganda tekshiradi. Lekin jigar og'rimaydi. Shuning uchun ko'pchilik vaqtda jigar kasalligini kech aniqlanadi. Shuning uchun organizmda bu a'zoni laskovoy ubitsa deb aytiladi. Buni ma'nosi kuldirib o'ldiruvchi organ. Chunki siz yaxshi deb o'ylayotgan ovqatlar, ya'ni shirinliklar, gazli ichimliklar, qovurilgan ovqatlar, fast food, spirtli ichimliklar, bular esa jigarni sirroz, astsit, jigarning boshqa kasalliklariga olib keladi. Shuning uchun jigarni har 6 oyda tekshirishni kechiktirmang.